2026 Chevrolet Aveo zamonaviy dizayni, qulayligi va kundalik foydalanish uchun mos imkoniyatlari bilan e'tiborni tortadigan avtomobillardan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda. Ushbu videoda yangi Chevrolet Aveo'ning tashqi ko'rinishi, salondagi qulayliklari, texnologiyalari va haydash imkoniyatlari haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Avvalo, avtomobilning tashqi dizayniga e'tibor qaratsak, old qismidagi zamonaviy farlar, yangi panjara va ixcham kuzov Aveo'ga yanada chiroyli ko'rinish beradi. Yon tomondagi chiziqlar avtomobilga dinamik ruh bag'ishlaydi, orqa qism esa sodda va zamonaviy uslubni davom ettiradi. Salon ichida haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay joylashuv, zamonaviy boshqaruv elementlari hamda kundalik foydalanishga mos jihozlar ko'zga tashlanadi. Multimedia tizimi, raqamli funksiyalar va qulay boshqaruv imkoniyatlari haydash jarayonini yanada yoqimli qilishga yordam beradi. 2026 Chevrolet Aveo ixcham o'lchamlari sababli shahar ko'chalarida boshqarish va parkovka qilish uchun ham qulay bo'lishi mumkin. Avtomobilning asosiy afzalliklari orasida tejamkorlik, amaliy salon, zamonaviy ko'rinish va kundalik foydalanishga mos xarakterni alohida ta'kidlash mumkin. Agar siz yangi Chevrolet Aveo haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki biz avtomobilning dizayni, saloni, texnologiyalari, qulayligi va umumiy imkoniyatlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, fikringizni izohlarda yozishni va Chevrolet avtomobillari haqidagi yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chevrolet Reviews kanalida yangi avtomobillar haqida qiziqarli ma'lumotlar muntazam taqdim etiladi.